Endi mashqlarimizni bajaramiz, xo'p? Alo, Shohrux. Men Abror akayman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sen bilan uchrashishim kerak. Tinchlikmi? Qayerga borishim kerak? Men uyingning yonidaman. Tez chiq. Xo'p, hozir. Assalomu alaykum. Hayda. Qani teparoq ko'taring. Yaxshi, endi tushiring. Zo'r. Shuni 10 marta bajarasiz, xo'p? Xo'p. Endi nima qilsam ekan? Akbarni hamma narsaga aqli yetadi. Uni rostdan ham tuzatishga harakat qilib, Ikrom akani ishonchiga kirsammikan yoki uni yo'q qilsammikan? Bu Ikrom akani yakka-yu yagona merosxo'ri. Agar bu o'lsa, hamma meros Shohrux akaga o'tadi. O'yla Shirin, qaysi biri bizga foydali? Bajaravering. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sen so'raganingdan beri. Qayerdasan? Oyi, ko'p ishlar bo'lib ketdi. Hozir Ikrom akani uyidaman. Shunaqa degin. Men seni yo'q bo'lib ketganingga bizga sotqinlik qilib yuribsan deb o'ylabman. Nega mendan ba'zi bir narsalarni yashiryapsan? Aytyapman-ku, ko'p ishlar bo'ldi. Meni yashirganim yo'q. Oyi, keyin siz bilan G'afur chekamiz. Hozirmi? Yaxshi. Endi esa yuramiz. O'ngga, chapga. Men o'rgatgandek. Qani? Yaxshi. Barakalla, endi orqaga qayting. To'xta. Hayda. Men nega ona bo'lib kuyovimni surishtirmadim? Dadasiga ishonib bekor qilgan ekanman. Qizimning hayoti barbod bo'ldi. Yaxshi joyga quda bo'layapman deb to'ydan oldin kuyovimni ko'rmabman ham. Abror aka, kuyov safarda desa gapiga ishonibman. Endi nima bo'ladi? Qizimni ko'zidagi quvoshini qachon qaytaraman? Onajonim, jannatim. Nimalarni o'ylayapsiz, oyi? Nega yig'layapsiz? O'zim shunday. Samira haqida o'ylayotgan bo'lsangiz qilmang, oyijon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'pding? Hali yoshda. Onajon, yoshlar qiziqqon, bilasiz-ku. Ular tez arazlashib, tez yarashadi. Yoshlarni bilasiz-ku. Men ham yoshligimda shunaqa edim-ku. Yosh kuyovligimda, ha? Qiziz bilan urushib, yarashib ketaverardim, yana qaytib kelardim. Yo nima qilay? O'zim sekin bojam bilan erkechasi gaplashib qo'yaymi? Yo'q, kerak emas. Siz aralashmang, iltimos. Mayli.
Faqat siz aytgancha unga tegmayapman oyi. Onajonim, siz nima desangiz shu bo'ladi. Jannatim. Ovqat tayyor bo'lib qoldi. Dadam, qani dadam? Bilmadim, chiqib ketdilar. Unda agar biroz kutaylikchi. Keyin suzarmiz oyijonim. Siqilmang oyijonim. Tog'dek kuyovingiz turibdi. Menga ishoning. Shunchalik ham bo'ladimi? Bunisi nodon, bunisi nogiron. Ey Alloh. Shohruh. Shohruh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dadasi, tinchlikmi? Shohruh qayerda? Yo'q, Shohruh. Nimaga so'rayapsiz? Abror menga telefon qilib Shohruhni telefon raqamini so'radi. Nimagadir? Kayfiyati buzuq, vajohati boshqacha. Shunga shoshilib uyga keldim. Telefon qilmadingizmi Shohruhga? Telefoni javob bermayapti. Tinchlikmikin? Abror akani Shohruhda nima ishi bor ekan? Men ham hayronman shunga. Mayli. Dadasi, ichkariga kiraylik, u balki telefonini olib qolar. Menga suv ber, tomog'im qirilib ketdi. Hozir. To'xta. Tushamiz. Sen elni ko'zi uchun Samirani eri bo'lgansan. Hamma seni meni kuyovim deb o'ylagan. Lekin bu tomosha to'ydan keyin tugagan. To'g'rimi? Ha. Tugagan. Sen bilan Samirani o'rtasida nima bor? Aldamasdan menga ochig'ini ayt. Voy, assalomu alaykum Ikrom aka. Va alaykum assalom. Ha, Shirin, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, hammasi joyida. Ha. Akbar haqida nima deysiz? Hozircha aniq javob ayta olmayman, lekin bu tug'ma emas. Akbar tuzalib ketadi. Bunga faqat vaqt bilan yaxshigina muolaja kerak xolos. Dadasi, men Shiringa ishonaman. U Akbarjon bilan juda ham tez chiqishib ketdi. Xudo xolasa o'g'limizni tuzatib yuboradi. Albatta. Men ham bunga ishonaman. Bugunga yetarli. Qolgan muolajalarni kundan kunga kuchaytirib boramiz. Men endi uyimga bora qolay. Ertaga yana voqli kelaman. Men sizni o'zim uyingizga olib borib qo'yaman. Yo'q, rahmat, o'zim yetib olaman. Farida. Shirinni o'zing kuzatib qo'y. Xo'p, dadasi. Mayli, yaxshi qoling. Ertagacha. Mayli. Akbar, ertagacha xayr. Men senga savol berdim. Sen bilan Samirani o'rtasida nima bor? Sizni aldamayman. Biz Samira bilan Samarqandda tanishganmiz. Keyin u ukamga turmushga chiqdi. Boshqa hech gap yo'q. Erkak kishi labzi bilan erkak hisoblanadi. Men Ikromga qizimni Akbarga beraman deb lafz qilganman. So'zimda turdim.
Sen hozir mana shu yerda menga so'z berishing kerak. Nima bo'lganda ham Samira bilan seni o'rtangda hech qachon hech narsa bo'lmaydi. Meni tushundingmi? Va'da ber. Assalomu alaykum, oyi, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sen so'raganingdan beri yaxshiman. Bormisan? Ha, borman. Bu yerda nima qilyapsiz? Seni kuzatishga keldim. Qarasam, o'zingcha mensiz ish qilyapsan. Yo'q, unaqa emas, oyi. Sen qiz, bizdan yashirib, o'zingcha nimalar qilyapsan? Oyi, men hech nima qilganim yo'q. Mashinaga o'tir, uyga borganda gaplashamiz. Nega jimsan? Tinchlikmi? Tinchlik. Sizni gaplaringizni o'ylab qoldim. Va'da ber. Ha. So'z beraman. Lafzimda turaman. Xavotir olmang. Samira menga kelin xolos. Siz o'ylagan boshqa hech narsa yo'q. Xudoga shukr. Endi meni gaplarimni eshit. Sen ukang Akbarni baxtli bo'lishi uchun yordam berishing kerak. Seni yordaming seni bu yerdan ketishing bo'ladi. Ana o'shanda Samirani ham xayollari chalg'imaydi. Ulardan batamom uzoqlashishing kerak. Ana o'shandagina Samira va Akbar baxtli bo'lishadi. Sizni tushundim. Xavotir olmang. Men ularning baxtli bo'lishi uchun hamma narsaga tayyorman. Hammasi iziga tushsa, men bu yerlardan ketaman. Ularning hayotida men bo'lmayman. Shunday bo'lgani hammamiz uchun ham yaxshi. Xotirjamlik bilan. O'g'lim, Shirinni aytganlarini qilgin, xo'pmi? U malakali shifokor. U yaqinda xuddi senga o'xshagan bolakayni oyoqqa turg'izdi. Men unga ishonib, uni ataylab sen uchun olib keldim. Agar sen uni aytganlarini qilsang, Xudo xolasa tuzalib ketasan. Xo'p, dada. Qo'lingdagi kitob nima kitob ekan? Ja, shunchalik qiziqib o'qiyapsan? Sohib jamol va maxluq. Bu kitobni senga kim berdi? Bu sovg'a. Mayli. Senga xalaqit bermayman. Kitobingni o'qiyver.
tongirami kundaligi. Ichimdagi tuyg'ularim tushunarsiz. Men qanday qiz bo'lishni yoki kimnidir ayoli bo'lishni, yaxshi singil yoki yaxshi kelin bo'lishni bilmayapman. Hayotimdagi bu rollarni birortasini ham mahorat bilan o'ynay olmayapman. Qolganlar qanday bir urinishda hammasini eplashyapti bilmayman. Men hammasidan charchadim. Lekin bu aytgandek yuragimga quloq solishni istayman. Axir shu yurak bilan tirikman. Tirikligimni his qilishni istayman. Menga chora kerak. Biror chora. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, Valijon. Valijon, nima deysan? Menimcha shu daraxtlarni dorilaydigan vaqt keldi-yo. Qara. Rangi o'zgarib ketyapti. Ha, o'zim ham shuni o'ylab turgandim. Bugunoq shu ish bilan shug'ullanaman. Ha, juda ham yaxshi. Ikrom aka, sizda gapim bor edi. Sezib turibman. Menga nimanidir aytmoqchisan. Qandaydir darding bor-o. Aytaver. Shu desangiz, Guljamol shu yerda ishlasa yaxshi edi-da. Ko'zimizni oldida bo'lardi. Xotinim ham uni o'ylagan. Qiz bola narsa. O'zingiz bilasiz-ku. To'g'ri aytyapsan. Lekin Valijon, unaqa ishlar bilan bilasan-ku, ana, xotinim shug'ullanadi. Yaxshi, o'zi shu Farida bilan gaplash. To'ppa to'g'ri dadasi. Bu uyga boshqa ishchi kerak emas. Usiz ham odam yetarli. Oshxonada o'zi nima ish bor? Hammasini Gulnorani o'zi eplayapti. Siz boravering. Xo'p. Bu nima qilganing? Bular gapiraveradi dadasi. Men sal muomalangni to'g'rilagin deyapman. Xo'p dadasi. Xo'p. Guljamol ishga mas'uliyatsizlik qildi. Ta'zirini yesin. Bu uyga boshqa o'q aytmaydi. Bilgayin qilmaysanmi? Voy, menga qara. Ay, Sen qiz o'zboshimcha bo'lib qoldingmi? oyi, hammasini tushuntirib beraman sizga. Mashinada indamadim. Sen meni ogohlantirmasdan o'zingcha nimalar qilib yuribsan-a? Oyjon, og'riyapti, qo'yib yuboring. Sen bilan akangni qasos solish uchun katta qilganman. Agar meni izimdan chiqsang, mana shu sochlaringni bittalab yulaman. Nima? Yoshligingdagi qiyinchilik esingdan chiqib qoldimi? Senga maslahatim, bu ikkala farzandingni mehribonlik uyiga topshir. O'zing esa hali yoshsan. Turmushga chiq, yana bolali bo'laverasan. Aka, nimalar deyapsiz? Mashhura, ko'rib turibman. Hozir juda ham qiynalib turibsan. Meni ham ishlarim orqaga tortgan. O'zi uyda ro'zg'orni zo'rg'a tebratyapman. Qo'limdan kelsa, senga ham yordam berardim. Aka, bu qiyinchiliklardan ham o'tib ketamiz. Bolalarimni hech kimga bermayman. Ularni o'zim katta qilaman. Hali hammasi uchun bolalarim bilan o'sha Ikromdan o'chimni olaman. Faqat shuning uchun yashayapman. O'zing bilasan. Sen yana bir o'ylab ko'r. Ayol boshing bilan qiynalasan-da, o'ch olishni bo'lsa, xayolingdan chiqar. Yangi hayot boshla. Bo'pti, men ketdim. Oyi, hech kimga bermaysiz-a? Iltimos. Iltimos. Sizlarni hech kimga bermayman. Sizlar menga keraksizlar. Hali bizni qiladigan ishlarimiz juda ko'p.
sizlar katta bo'lib dadil uchun qasos olasizlar, xo'p? Senlarni qanaqa qiyinchilikda qilgani ko'tarilgan bo'lsa, eslatib qo'yishim mumkin. Mendan yana nimandir yashirsang, kuningni ko'rsataman. Dabdalangni chiqaraman. Men shu qasosni olish uchun yashayapman. Bo'lmasa allaqachon dadangning yonida bo'lardim. Qachonki Ikromni oilasini parokanda qilaman, qasosimni olaman. O'shanda mana bu yonayotgan yuragim taskin topadi. Tushundingmi? Meni maqsadimga erishishimga qasosim yo'lida sen xalaqit beradigan bo'lsang yoki o'zingni orqaga tashlasang, seni ham o'ldiraman. Tushundingmi? Tushundingmi? Xo'p. To'xta. Bu suhbatimiz haqida otangni xabardor qilish shart emas. Xo'p bo'ladi. O'rtamizda qoladi, xavotir olmang. Mabodo qiziqqudek bo'lsa, ish bo'yicha yordam so'radilar deb qo'yarsan. Har holda gapimiz bir joydan chiqqani ma'qul. Xo'p. Xo'p, mayli. Sizda bir iltimosim bor edi. Yo'q demasangiz, Akbar Samirani ko'raman deb hech qo'ymayapti. Hech bo'lmasa 5 minutga bo'lsa ham ularni ko'rishtiraylik. Hozir Akbarning holati juda ham yomon. Xo'p, mayli. Akbarni olib borarsan. Men Samiraga aytaman. Lekin va'da bera olmayman. Uyda vaziyat yaxshi emas. O'zing tushunasan. Rahmat. 2-3 soatlarda olib boraman. Mayli. Yaxshi. Afsuski, men uni sevishimga qaramay, u bilan birga bo'la olmayman. Chunki dadam men uchun allaqachon qaror qabul qilib bo'lgan. Samira boshqasini sevadi. Meni emas. Samira boshqasini sevadi. Samira. Qani? Oyijon, mana jon. Qani? Olinglar. Baraka toping. Oling oyijon. Oyijon, yaxshimisiz? Yaxshi kelding bolam. Assalomu alaykum opajon. Yaxshimisan, Samira? Ke o'tir. O'tir. Azaka, nega meni ogohlantirmasdan bu yerga kelib oldingiz? Endi yaqinda qaynanam shifoxonadan chiqdi. Bularni yolg'iz qoldirib bo'ladimi hozir jonim? Juda mehribon kuyovsiz-da. Ha, ol. Mayli. Qo'yaver. Kuyovim ajoyib ovqat tayyorlabdi. Ol. Samira, yaxshimisan? Nega xomushsan? Hammasi yaxshi, opa. Eri bilan urushib bo'lgandan keyin xomush bo'ladi-da. Samira, yarashib ketasan. Mana biz ham opam bilan rosa urushib, jajallashaverib. Esingda yo'qmi, jonim? Ayt. Qara bunaqa. Dadam keladilarmi, oyi? Yo'lda ekanlar, keladilar. Unday bo'lsa yaxshi. Sen yaxshimisan? Yaxshi. Qani, Erjon qilgan ovqatiga bir baho beraychi.
Oyi, siz meni eshitmayapsiz. Men hammasini aniq qilib keyin sizga aytmoqchi edim. Ikrom akani bilasiz-ku, shuni bo'lmaydi. Bundan keyin mendan hech narsani yashirma. Kerak bo'lsa, o'sha Ikromni necha marta nafas olganini ham aytasan. Yoki sen boshqa o'y-xayollar bilan yurgan bo'lsang ayt. Qanaqa o'y-xayol, oyi? Ikrom akang juda ham ayyor. Yana seni boshingni aylantirib qo'ymasin. Nimalar deyapsiz, oyi? U meni dushmanim. Undan nafratlanaman. Shunchaki ishni bitirib, ishonchiga kirish uchun qilib yuribman, xolos. Unday bo'lsa yaxshi. Demak, sen ishga kirding, to'g'rimi? Ishni bugundan boshladim. Endi uni nogiron o'g'lim meni qo'limda. Endi nima qilaman? Juda ham yaxshi. Ikromni zaif tarafi ham shu, nogiron o'g'li. Uni tinchgina qiynamasdan o'ldirib bor. Nima? O'yindan chiqar. Bolam. Bo'ldi, bas qil. Nima bo'ldi senga? Bolam. Chiqing. O'g'lim. Chiqing. Akam kelsin. Bolam, bo'ldi, o'zingni bos. Akam kelsin. Akam bilan gaplashamiz. Chaqiraman. O'zingni bos. O'zingni bos, o'g'lim. Iltimos, o'zingni bosgin. O'zingni bos. Chiqing. Xo'p, o'g'lim. Xo'p. Hozir akangni chaqiraman. Samira. Samira boshqasini sevadi. Meni sevmaydi. Samira. Samira. Ke bolam. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz, dada? Menga qara. Abror seni raqamingni so'radi. Tinchlikmi? Qo'ng'iroq qildimi? Ha, gaplashdik. Ish masalasida yordamim kerak ekan. Bir korxonaga borib keldik. Tushunarli. Senga Samira haqida indamadimi? Akbarning holatini aytdingmi? Gaplashdim. Hozir 1-2 soatlarda Akbarni olib borib kelaman. Rozi bo'lishdi. Ha, unda yaxshi. Bo'lmasam Akbar xursand bo'ladigan bo'pti-da. Ha, yaxshi. Qani, yuring. Yuring. Assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum. Yoqimli ishtaha hammaga. Keling, dada. Qizim, yaxshi ishlab keldingmi? Dadajonim, Yaxshi, rahmat. sizga maxsus ovqat olib kelganman. O'zim tayyorladim, maxsus. Dadasi, qayerga borib keldingiz? Shohruh bilan gaplashib keldim. Ha, bojam bilan ko'rishdi, dada. Yoshda yarashib ketishadi hali, siqilmanglar. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'zi, bojam yaxshimikan? Yaxshi. Ol ovqatga qarab. Shohruh, keldingmi? Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Oyi, nima bo'ldi? Akbarjon hammayoni to'polon qilib yoyib tashadi. Nega unaqa qiladi? Bo'p, hozir o'zim kirib gaplashaman. Yo'q. Dadasi, hech kim kirmasin. U menga kitob o'qiganimga dedi. Bolamni ko'nglida boshqa narsa bor. Shohruh, u seni so'radi. Ukangni ko'nglini bilgin. U Samira ketgandan beri boshqacha. Siqilmay, hammasi yaxshi bo'ladi. O'zim u bilan kirib gaplashaman. Bo'lmasam kirib bil, qani nima dardi bor. Xo'p.
Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Keldingmi qizim? Keldim. Nima qilyapsiz? O'zi yaqinda operatsiyadan chiqqan bo'lsangiz, sizga ko'p yurish mumkin emas-u. Ovqatni isitib turadigandim-da qizim. Hammasi yaxshi. Xavotir olma. Kuning yaxshi o'tdimi? Yaxshi. Komil bilan xonadonga boraman degandim-u. Yaxshi o'tdimi? Bolalar xursand bo'lishdimi? Bolalar emas. Bitta bolaga tomosha ko'rsatdik. Lekin yoshi kattaroq, nogiron bolaga tomosha ko'rsatdik. Nogiron deysanmi? Endi nogiron deganda nogiron emas, aqli shu joyida. Ozgina oyoq qo'lida nuqsoni bor ekan, lekin juda ham yaxshi yigit ekan. Bolam, nuqsoni bor odamlar shunaqangi beg'ubor bo'lishadi. Ularning ko'zlari har doim yonib turadi. To'g'ri aytasiz. Akbar ham xuddi shunaqa. Unga erta kitob sovg'a qilgandim, shunaqa xursand bo'lib ketdi. Yaxshi qilibsan qizim. Bo'lmasa men kiyimlarimni almashtirib chiqay, birga ovqatlanamiz. Xo'p qizim. Siz ko'p turmang. Samira, nega bu yerda o'tiribsan? O'zim opa. Dadam bilan aytishib qoldingmi? Yo'q. Yolg'iz qolgim keldi xolos. Sen qizga nimalar bo'lyapti? Bilmayman opa. Ruhlar bir-biriga talpinganda tanalar ojiz qoladi deganni eshitganmisiz? Xuddi shunday. Menda ham ruhim boshqa joyda-yu, tanam boshqa joyda turgandek. Ruhim lolazorlarda aylanib yuribdi. Tanam esa to'rt devor ichida qolgan. Opa. Men xuddi bir kunlik kapalakka o'xshayman. Bir kunim qolgan. Unaqa dema. O'sha bir kunimni ham uyning ichidagi tuvak gulni atrofida aylanib o'tkazayotganga o'xshayman. Unaqa dema, Samira. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ishon. Akbar, nima bo'ldi? Yostiq bilan jang qildingmi? Tinchlikmi? Samira boshqasini sevar ekan. Senga buni kim aytdi? O'zim bildim. O'qidim. Qayerdan bilding? Qayerda o'qiding? U boshqasini sevadi. Kundaligiga yozibdi. U hamma narsani yozadi. Uni sevgani bor. Gaplashib oldim. Endi buni nima farqi bor? Samira u xonadonga qaytib bormaydi. Uni ajratib olamiz. Men ularni yarashtirmayman. Sayyora, bu uyda erkak kim o'zi? Indamaganim sari hamma narsani o'zing hal qilishga o'tding. Sog'lig'ing yaxshi emas, mayli xafa qilib qo'ymay deb indamay turibman. Lekin indamaganim sari haddingdan oshyapsan. Samirani boshida eri bor. U ajrashmaydi. Sen bilmaydigan narsalar ham bor.
Nima ekan o'sha men bilmaydigan narsalar? Bilmasam bildiring. Oyi, dada, biz uyga ketyapmiz. Xo'p, qizim. Yaxshi boringlar. Yana kelamiz, oyijon. Yaxshi bor bolajon. Dadam bilan xayrlash. Mayli, yaxshi boringlar. Bo'pti, dadajon. Uni sevgani bor. Dadasi. Gaplashib oldim. Endi buni nima farqi bor? Samira u xonadonga qaytib bormaydi. Uni ajratib olamiz. Men ularni yarashtirmayman. Sayyora, bu uyda erkak kim o'zi? Indamaganim sari hamma narsani o'zing hal qilishga o'tding. Sog'lig'ing yaxshi emas, mayli xafa qilib qo'ymay deb indamay turibman. Lekin indamaganim sari haddingdan oshyapsan. Samirani boshida eri bor. U ajrashmaydi. Sen bilmaydigan narsalar ham bor. Nima ekan o'sha men bilmaydigan narsalar? Bilmasam bildiring. Oyi, dada, biz uyga ketyapmiz. Xo'p, qizim. Yaxshi boringlar. Yana kelamiz, oyijon. Yaxshi bor bolajon. Dadam bilan xayrlash. Mayli, yaxshi boringlar. Bo'pti, dadajon. Bilmasam bildiring. Oyi, dada, biz uyga ketyapmiz. Xo'p, qizim. Yaxshi boringlar. Yana kelamiz, oyijon. Yaxshi bor bolajon. Dadam bilan xayrlash. Mayli, yaxshi boringlar. Bo'pti, dadajon. Xo'p. Yursizchi. Mayli, dada. Yaxshi qo'y. Xo'p. Akbar, axir bu yerda kimni sevgani yozilmagan-ku. Ismlari yo'q. Oxirigacha o'qishga qo'rqdim. Lekin bu aniq men emas. Akbar, bu voqealar to'ydan oldin bo'lgan. Hozir u sani xotining. Endi kimni tarixi bo'lmaydi? Ha? Bir eslab ko'r, maktab paytlari, ha? Agar hozir kelin bundan xabar topsa, u ham xafa bo'ladi. Ke, yaxshi qilamiz. Men seni hozir Samirani oldiga olib boraman. Rostdanmi? Ha, axir senga va'da berdim-ku. Yur. Hozir kiyimlaringni almashtiraylik. Uni oldiga chiroyli bo'lib boraylik-a? Uni ko'raman. Ha. Uni sog'indim. Qani, yur. O'g'lim, qayerga ketyapsizlar? Samirani oldiga. Nima? Ha. Akbarni Samirani oldiga olib borib keling. Voy. U gaplashgani chiqarmikin? Chiqsa kerak. Avval unga qo'ng'iroq qilmabsizlar-da, o'g'lim? Boraveraylik, bir gap bo'lar. Kim bilan ketyapsizlar? Hozir og'aynim Faruqni chaqirgandim. Uni mashinasida borib kelamiz. Yaxshi. Qo'lingdagi nima? Samirani kundaligi. Unga beraman. Samiradan so'raydigan gaplarim bor. Mayli, yaxshi borib kelinglar, bolam. Xo'p. Dadasi, Samira o'g'limni oldiga chiqarmikin? Mayli, qo'yaver. Chiqmasa,
biroz aylanib kelishadi. Meni kechiring, boshqa qaytarilmaydi. Sen nima uchun yashayotganingni yodingdan chiqarma. O'zingcha qaror ham qabul qilma. Nima qilsang ham men bilan maslahatlashgin, tushundingmi? Ha, tushundim. Keyin ana nogironni ham yo'qot. Shunda ham o'zi ko'p yashab yubordi. Mayli, hozir emas, lekin shu oyga o'zida tinchit. Faqat ishni toza qil. Xo'p? Xo'p bo'ladi, oyijon. Bo'pti, men boray. O'zingni ehtiyot qil, xo'p? Yaxshi boring. Xo'p, bolam. Yaxshi o'tir. O'zingni ehtiyot qil. Guljamol yaxshi ekanmi? Ha, yaxshiman dedi. Menga bering dadasi. Men boya Ikrom aka bilan u haqda gaplashgandim. Rostdanmi? Nima dedi? Endi rozi bo'lib turgandi. Ha. Ha, nima tipirchilayapsan? Nima bo'ldi? Akbarjon bilan o'zim borsam bo'lar-ekan-a? Sen nima qilasan yurda? O'zi buni hammasini sen boshlagan bo'lsang, endi senga yurda nima bor? Bolamni Sayyoraxon urib ketsa-chi? Chekkar odam bo'lsa ham qarab turardim. Uni himoya qilardim. Nimaga Sayyor seni borini uradi? Uni yonida Shohruh bo'lsa, keyin Akbar yosh bola emas. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Mayli, o'zi hamma narsani ko'rib pishish kerak. Biz har doim uni yonida bo'la olmaymiz. Bilmasam dadasi. Samira bilan gaplasharmikin? Shuni o'ylab ichetimni yedim-da. Endi buni kelganda bilamiz. Sen hamma narsadan xavotir olurmagin. Menga qara. Yig'ishtirib vahmalaringni juda ham boshimni artording. Boya oying urishmadilarmi? Yo'q. Mahallangga chiqsang, sen bilan bir odam ko'rishmoqchi. Mahallamga keldingizmi? Dadangning xabarlari bor, chiqasanmi? Kelgan bo'lsangiz hozir chiqaman. Oyi, qayerdan kelyapsiz? Uyga kelsam yo'qsiz. Telefon qilsam javob bermaysiz. Shirin bilan gaplashib kelyapman. Nima? Nima, unga hammasini aytdingizmi? Ha, aytdim. Bekor qilibsiz, oyi. Sizga aytdim-ku, uni kuzatish kerak deb. Bas qil. Mansallar bilan mushuk-chiqon o'ynamayman. Unga ham shuni tushuntirib qo'ydim. Menga qara doston. Mani xayolimda qasos olish xolos. Mansallarni bekorga katta qilganim yo'q. Buni bilasan. Men faqat qasos olish uchun yashayapman. Bo'lmasa allaqachon jonimga qasd qilib otang ketidan ketgan bo'lardim. Senlarni ona suti bilan emas, qasos o'ti bilan katta qilganman. Shu yodingdan chiqmasin, bolam. Bo'ldi, xo'p. Oyi, Samira yaxshimisan? Bu ro'mol kimniki?
ana u yerda turganiga seniki deb o'ylabman. Uka, oyog'ing og'rib qoladi. Mashinada gaplashaylik. Men hech qayerga bormayman. U boshqasini sevadi. Meni sevmaydi. Chunki men nogironman. Aslida men ham o'shalarning orasida bo'lishim kerak. Dadajon, unaqa demang. Sen mendan ham baqvat bo'lib ketasan. Keyin faqat Samira emas, ko'chadagi hamma qizlar ortingdan yugurib yuradi. Yo'q. Ana uyda Samirani ko'rdim. Negadir xomush yuribdi-da. Nima bo'ldi? Orada qarovushlik o'tdimi deyman, ha? Yo'q, bu haqda o'ylashni xohlamayman. Agar shunday bo'lsa, katta janjal bo'ladi. Xizmatchim ichib qo'yibdi shekilli. Voy, Yo'q. 3 kundan beri menga boshqacha ko'z bilan qarab yuribdi.